Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bizlarni kuzatib turgan aziz musulmon birodarlar, biz sizlarga mana shu Intimoq masjidi hamda Intimoq xayriya fondi tarafidan murojaat qilyapmiz. Murojaatimizning sababi azizlar, mana ko'rib turganlaridek masjidimizda qurilish boshlangan, ya'ni birinchi qavatini ustiga masjidimizning ikkinchi qavati qad rostlamoqda. Nimaga? Sababi birodarlar, masjidimiz kichkina bo'lishligi sababidan juma namozlariga jamoatimiz masjidning ichiga sig'mayapti. Juda ko'p o'rinlarda mashaqqat, qiyinchilik bilan tashqarilariga joy qilinyapti va undan-da yaxshiroq, kattaroq sababi birodarlar, qish oylariga kirib kelayotgan Ramazon oyida masjidimiz jamoati masjidning ichiga sig'maydi. Ana shu ichiga sig'maganligi sababidan juda ko'p birodarlarimiz tashqarida tarovihlarni o'qishlikka, ma'ruzalarni tinglashlikka majbur bo'lishadi. Bu esa sovuqda, buni bilyapsizlar, fevral, yanvar oyiga qarab Ramazon oyi kelyapti. Juda ham mashaqqat bo'ladi, insonlarning ibodatiga biroz to'sqinlik bo'ladi. Qadr kechalarida ham juda katta qiyinchiliklarga sabab bo'ladi. Shuning uchun masjidimizni jamoatini masjidning ich xonasiga, ya'ni Alloh azza va jalla yanada yaqinroq bo'lishligiga sabab bo'lishlik uchun masjidimizni ikkinchi qavatini qurishlikka harakatni boshlaganmiz. Endi azizlar, hammalarga ayon bo'lib turgandek, murojaatimizning asosiy sababi mana shu qurilishga sizlarni sababchi bo'lishlarini xohladik. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi, kim islomda bir yaxshilikni joriy qiladigan bo'lsa, bir yaxshilikka dalolat qiladigan bo'lsa, uni yaxshilikni qilganlarda bergan ajrni xuddi shunchasi ana shu yaxshilikka dalolat bo'lganlarga kamaytirilmasdan beriladi deydi. Mana shu yaxshilikni sizlarga ilinib birodarlar, Allohning baytini obod qilishlikka, Allohning baytiga xizmat qilishlikka va Allohning baytini qurib jannatdan o'zingizga qasr qurib olishligingizga dalolat qilib shu murojaatni qildik. Shuning uchun sizlardan iltimos qilamiz, yaqinlarga yetkazib qo'ysanglar, xayr ehson qiladigan birodarlarga dalolat qilib qo'ysanglar. Eng asosiysi bizlar uchun duoda bo'lib tursanglar, bu juda katta yaxshilik bo'ladi. Alhamdulillah va salatu vassalamu ala rasulillah. Mana hurmatli jamoat, Alloh taolaning buyrug'i bilan, Alloh taolaning fazli ekan. Bugungi kunga yetib keldik. Mana masjidimizni ikkinchi darajali qurilishi boshlab o'tamiz. Alloh taolo mana shu yerga salom qo'shayotgan har bir birodarlarimiz Alloh taolo topqani haloldan barakatlar bergan bo'lsin. Kimdir topqani bir oqsashi bilan, bir küçük mehnati bilan yordam berib o'tadi, kimdir bir duosi bilan yordam berib o'tadi. Alloh taolo har birini mana shu qilayotgan amallarini o'zlarining oxiratini foyda berib turgan amallardan qilgan bo'lsin. Alloh taolo mana shu qilayotgan sadaqai joriyalarni o'zimizga foyda berib turgan amallardan bo'lsin. Har birida shunday Alloh rozi bo'lib turgan amallar ustida qoyim turgan bo'lsin. Alloh taolo mana shu qilayotgan ishimizni natijasini berekali, fayzli natijalardan qilgan bo'lsin. Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasanatan va qina azaban nar.